Assalomu alaykum. Meni ismim Olimjon Go'zaloy. IELTS'dan overall 8 natijani qo'lga kiritdim. Birinchi natijangizni ko'rganingizda Ko'zlarim yosh kelib ketdi. 11-sinf o'qiyotgan paytimda boshlaganman. Bir o'rgangandan keyin baribir odam o'rganishda to'xtamasligi kerak. Shuning uchun 5 oycha shu yerda o'qidim. siz ham o'zbek tilida o'qiyotgansiz. IELTS o'zi keragi bormi sizga? Asosan consistency is a key. Ya'ni har kuni shug'ullandim. Readingni oshirish uchun juda ham kitob o'qishga qiziqaman. Ingliz tilida ko'p kitob o'qiganman. Asosan self improvement. Asosan ko'proq we have to immerse ourselves in English. Hamma yo'qlarni ingliz tili bilan o'rab olish kerak. Atmosferani iloji boricha ko'proq eshitish va disiplin. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan overall 8 va listeningdan 9 olgan talabamiz bilan gaplashamiz. Undan tashqari u qiz Kevins Academy'da qanday o'qib o'sgani borasida ham ozroq demak savol-javoblar qilamiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Yaxshi, demak ismingizni, yoshingizni va IELTS natijangizni bizga aytsangiz. Meni ismim Olimjon Go'zaloy. IELTS'dan overall 8 natijani qo'lga kiritdim. Juda ham yaxshi. Overall 8 a. Birinchi topshirishingizmi bu? Ikkinchisi. Ikkinchisi. Birinchida necha olgandingiz? Birinchisi 7, 2 yil oldin. 2 yil oldin 7. Yaxshi. Endi 8 olgan ekansiz. Sectional scorelar qanaqa? Listening, reading, writing. Listening 9, reading 8.5, 8.5. Speaking 7.5, writing 6.5. Yaxshi. Listeningiz 9 ekan, demak. Qoyil, juda ham yaxshi. Endi birinchi natijangizni ko'rganingizda, kompyuteringizni yoki telefoningizni ochib, 8 ni ko'rganingizda qanaqa natija, qanaqa reaksiya bo'lgan sizda? To'g'risi, juda ham xursand bo'lib ketdim. O'zimga ishonmay, ko'zlarim yosh kelib ketdi. Yig'ladingizmi? Yaxshi, juda ham yaxshi. Endi ingliz tilini o'rganishni qachon va qanday boshlagansiz? Ingliz tilini o'zi 11-sinf o'qiyotgan paytimda boshlaganman. O'qishga kirish uchun birinchi topshirib ko'rdim, 1 yil o'qib. Shu Kevins Academy'da Sirojid akaning kurslarida 7 oldim va keyin yana o'zim bir o'rgangandan keyin baribir odam o'rganishda to'xtamasligi kerak. Shuning uchun yana ham yaxshi natijani qo'lga kiritish uchun yana 1 yil 5 oycha shu yerda o'qidim. Demak, 1 yil o'qib 7 oldingiz, o'rtada ozgina pauza bo'ldi va yana 5-6 oy o'qib 8 oldingiz. Ha. Juda ham yaxshi, qoyil. Endi Kevins Academy'ga birinchi kelganingizda darajangiz qanaqa edi? Ingliz tili darajangiz? Birinchi kelganimda pre-intermediate gruppaga kirganman, chunki oldin maktabda ham jicha bilim bor edi, uyda ham o'rgangandim. Birinchi kelib pre-intermediate guruhda boshlaganman. Aha, yaxshi. Demak, pre-intermediate boshlagansiz. Juda ham yaxshi. Endi siz o'zi hozir universitetda o'qiysiz, a? Qanaqa yo'nalishda o'qiysiz? Filologiya. Ingliz tili? O'zbek tili. O'zbek tilida o'qib turib 8 olyapsiz. Qoyil. Hozir 3-kursmisiz? 2-kurs. Endi sizga IELTS nima kerak bor o'zi? Hozir 8 olibsiz, ham o'zbek tilida o'qiyotgansiz. IELTS o'zi keragi bormi sizga? Ha, kerak. Chunki bir ingliz tili o'rganganimdan keyin, 7 olgandan keyin demak eplasa bo'larkan, erishsa bo'ladi degan oldimga maqsad qo'ydim va 8 olishga harakat qilib oldim. Xudo xolasa endi keyingi navbat 9 inshaalloh. Inshaalloh. Ha, yaxshi. Xudo xolasa niyatlarga yetasiz. Endi 8 olgandan 9 ham nima, ozgina qolibdi. Xo'p, endi umumiy demak study strategies haqida gapirib bersangiz, chunki natijalaringiz juda ham bir ko'pchilikka orzu bo'lgan natijalar, chunki 9, 8.5, 6.5, 7.5. Listening, reading, writing, speaking bo'yicha qanaqa tayyorgarlik ko'rdingiz? Misol uchun listening, readingni aytib bersangiz. Ha, asosan consistency is a key. Ya'ni har kuni shug'ullandim. Listeningni oshirish uchun iloji boricha kuniga 2 soatdan 4 soatgacha podkast eshitardim. Keyin listening note taking kitob bor edi. O'sha kitobdan bajardim mashqlarni. Readingni. Listening note taking kitob. Listening note taking kitob. Sirojiddan bergan kitobmi? Ha, yaxshi. Readingni oshirish uchun juda ham kitob o'qishga qiziqaman. Ingliz tilida ko'p kitob o'qiganman. Asosan self improvement. Har kuni yarim soat, ba'zida 10 bet, 50 bet, 100 bet, 150 bet o'qigan kunlarim ham bo'lgan. Qiziqqanimdan keyin o'qib, ko'proq artikel o'qib, analyze qilib, writingga, speakingga. Juda ham yaxshi. Demak, listeningga eng ko'p shug'ullanganingiz ham o'zi listening 2 soatdan 4 soatgacha deyapsiz. Natija ham o'shunga yarasha listening 9. Reading ham 10 bet, ba'zida 100 bet o'qigan ekansiz. Shu ham 8.5 da olib keldi. Mashalloh, juda ham yaxshi. Endi sizga eng qiyin bo'lgan section qaysi bo'ldi? 4 ta sectiondan. O'zi boshida reading juda ham qiyin bo'lgandi. Oldingi natijam readingdan 6 chiqqandi.
Bu safar ham birinchi kelib ko'rganimda reading qilganimda 6 chiqqan, keyin sekin 7, oxirgi 1 oy qolganda ham 7-7,5 chiqayotgandi. Bir oy ko'proq fokusimni readingga qaratdim. Shunda keyin 8,5 natija. Demak, readingdan qiynalgansiz, lekin ko'proq o'qib, ko'proq shug'ullanib 8,5 ga erishdingiz. Endi listeningiz qarang 9 ekanda, u ko'pchilik orzu ham qilishga ham o'ylanadi listeningdan. Endi hozir ko'pchilik 9 olayotganlar ham bor, lekin baribir listening 9 bir hayratlanarli natija. Talabalarga nima maslahat berasiz? Qanaqa strategiyani bir qo'llasinki 9 olishlik uchun? Asosan ko'proq we have to immerse ourselves in English. Hamma yo'qlarni ingliz tili bilan o'rab olish kerak. Atmosferani iloji boricha ko'proq eshitish va disiplin bo'lish kerak. Chunki ba'zi studentlar ba'zida struktura qo'yadi, lekin amal qilmaydi. O'sha reja bor-u, reja bor, amal yo'q. Shu rejani qo'ydimi, oxirigacha harakat qilish kerak. Ha, tushunarli. Demak, ko'proq vaqt atmosferani inglizcha consistent, bardavom bo'lish kerak ekanda. Yaxshi. Endi Kemis Academy'ni impacti, ta'siri haqida gaplashadigan bo'lsak, misol uchun atmosferaga yordam bersangiz bo'ladi, gruppalar. Shu intensiv kursda o'qidingiz oxirida. Intensiv kurs sizga qanaqa qilib yordam berdi? Juda yaxshi yordam berdi, chunki atmosfera zo'r, atrofimdagi studentlar ham bilimlari yaxshi, zo'r, iloji boricha ulardan o'tishga harakat qildim. Competition bo'libdi demak, gruppadoshlar bilan. Yaxshi. Endi siz mana shu Kemis Academy'da o'qigan darslaringizdan, ustozlaringizdan sizga eng yoqqan jihati qaysi? Eng yoqqan jihati bormi o'zi shunaqa yoqqan jihati? Bor, juda ham ko'p, qaysi birini aytishni o'rganayapman. Asosan juda ham supportive. Misol uchun qanaqadir muammoyimiz bo'lsa, kelsak yordam berishadi. Misol uchun bitta joydan kamchilik chiqyapti desam, o'sha iloji boricha o'sha tomonga fokusni qaratib, maslahatlar, kitoblar, yo'llanmalar bergan. O'sha listeningni ham oshirgan, o'sha ustoz taklif qilgan listening kitobni. U listening kitobni Sirojiddin o'zi yozgan shekilliga, o'zi o'zi chiqargan. Ha, yaxshi. Juda ham yaxshi. Endi tips for other students, boshqa talabalarga maslahatingiz. Nimadan boshlash kerak? Boshlayotganlar, endi boshlab bo'lgan bo'lsa, qanaqa yo'ldan yurgan yaxshi? Iloji boricha shu ko'proq praktis qilish kerak. Ya'ni faqatgina ko'pchilik IELTSga fokus qaratadi, ingliz tiliga emas. Ingliz tilidan fundamentni yaxshiroq qurish kerak. Ya'ni ingliz tilini zo'r o'rganib, keyin praktis qilib ketsa yaxshi. Demak, avvalo general Englishni yaxshi qilib turib, keyin o'sha IELTSning listening, reading, writing, speakingini praktis qilsa, shu oson bo'ladi. Lekin general English ham juda muhim. Juda ham muhim. Yaxshi. Xo'p, endi demak 8+ olish uchun, 8 va undan yuqori natija olish uchun sizningcha eng muhim narsa nima? Discipline and focus. Ba'zida shu fokus qochib ketib qolsa ham juda qiyin bo'ladi. Fokusni ko'proq qaratish kerak deb o'ylayman. Keyin disiplin ham muhim. Endi siz disiplinga qanaqa qilib erishdingiz? Sizni kimdir nazorat qilib turdimi yo ichingizdan chiqdimi motivationingiz? Hech kim nazorat qilmadi, lekin iloji boricha 8 soat, 9 soat, 10 soat vazifa qilishga harakat. Har kuni-ya? Charchab qolmasmidingiz 8 soat, 9 soatda? Yo'q, chunki ingliz tilini yaxshi ko'rsa, yuragidan chiqsa, mazza qilib o'qirdim-da. Demak, muhabbat dunyoni qutqaradi degandek sizga ham yordam berdi demak, 8 olishga. Yaxshi, juda ham yaxshi. Endi oxirida bir qiziqarliroq qismimiz bor. Sizni ingliz tilida yaxshi ko'rgan iborangiz yoki yaxshi ko'rgan so'zingiz bormi? Just do it. Just do it. Yes. Motivatsiya tushib ketganda just do it deb ketardingiz, keyin harakat bo'lardi. Yaxshi. Endi IELTSga tayyorlanishda yordam bergan film yoki kitob? Filmda birinchi boshlaganim Harry Potter. Juda ham oson tushunishga. Osonmi? Qiyin emasmi Harry Potter? Pre-intermediate-da o'sha kinoni ko'rganman, lekin o'sha yaxshi tushunganman 100%. Harry Potter kinoda keyin kitobdan Atomic Habits. Birinchi o'qigan kitobim juda ham odatlarimni shakllantirishga yordam bergan. Demak, filmlardan Harry Potter, kitobdan Atomic Habits. Juda ham yaxshi. Xo'p, endi IELTS natijasi chiqqanda, birinchi chiqqandan keyin 8 ni ko'rdingiz, birinchi bo'lib nima ish qildingiz? Birinchi bo'lib uydagilarim bilan o'tirgandim. Shu uydagilarimga xabarni yetkazdim. Ularga katta rahmat aytdim, chunki supportlari juda ham kuchli bo'ldi. Menga atmosfera yaratib berishdi. Shunga ularga rahmat aytdim. Demak, uydagilarga minnatdorchilik bildirishdan boshlabsiz birinchi.
Yaxshi. Endi kelajakdagi orzungizdagi davlat yoki universitet, hozir bakalavriada o'qiyapsiz ekan, bitirasizmi yoki bitirishdan oldin ketib yuborasizmi bironta joyga? Bitirishni o'ylayapman. Magistraturani xudo xohlasa chet elda, Singapurda plan qilyapman. Singapur nimaga aynan Singapurda o'qiyapsiz? Singapurda ta'lim tizimi yaxshi deb bilaman, kuzatib boraman o'qishlarini. Shuning uchun Singapur. Yaxshi, juda ham yaxshi. Demak, vaqtingiz uchun sizga katta rahmat. Endi talabalarimizga bir tilaklaringiz bo'lsa, o'qituvchilaringizga bir rahmatnomalaringiz bo'lsa, aytishingiz mumkin. Oxirgi demak. Avvalambor Sirojiddin Alijonov Sirojiddin teacherga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman, chunki men noldan boshlab olib chiqqan ustozim. Studentlarga maslahat shu just do it. Yaxshi, demak, qattiq mehnat qilib, consistent va fokused talaba bo'lsa, inshaalloh natijaga erishadi. Yaxshi, endi agar sizlarga ham shunaqa natija kerak bo'lsa, sizlarni Kevins Academy'da kutib qolamiz. Savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, misol uchun mana bu sectionda qanaqa qilib demak kuchaytirsa bo'ladigan savolinglar bo'lsa, kommentlarda qoldiringlar. Inshaalloh yana intervyular inshaalloh qilishga harakat qilamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.